Assalomu alaykum, hurmatli bugungi uchrashuv qatnashchilari. Mana bugun 21 noyabr O'zmilliy bank amaliyot bank xizmatlari markazi tomonidan muhtaram prezidentimizning uyush tajribasi asosida tadbirkorlar bilan uchrashib, ularda ish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarni eshitib, takliflarni eshitib, ana yaqindan o'tkazilgan prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda 2025-yilda yaxshi yakunlab, ish o'rinlari bilan kambag'alchilikni chiqarish bo'yicha, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Hurmatli tadbirkorlar, mana shu uchrashuvda o'zlaringizni faoliyatlaringizda bo'layotgan kreditga ehtiyojlaringiz bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarib, o'zlaringizni tanishtirib, murojaat qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Men Sam Ideal Fruit Trade rahbar bo'laman. Ismim San'at Rashanov. Men 312 son qarori bo'yicha 100 milliongacha kredit olmoqchiman. Chunki bizning faoliyatimiz eksport bilan bog'liq. Bizga obod qilayotganda turli xil mahsulotlar olishimiz kerak. Qaror qilish uchun bizga korobka kerak. Shunga amaliy yordam berishingiz kerak. Murojaatingizni qabul qilib yozib olyapmiz. Hozir foizlari, muddatlari bo'yicha hozir xodimlarimiz tushuncha berib, agar ma'qul keladigan bo'lsa, ish o'rni yaratish bo'yicha sharoitlaringiz bo'lsa, birgalashib kelishib ajratib berishingizni ma'lum qilamiz. Rahmat.